Yunusobod 6-kvartalda bizda sotilayotgan 2 xonali frantsuzskiy planirovkamiz общий maydonimiz 57 kvadrat metr. Narxiga keladigan bo'lsa, 57.800 dollarda yana kelishiladigan joylari bor. Orientir shunday huzurga sensani orqa tarafida. Bu yoq tarafimiz Amerikanskiy posolstvo, bu yoq tarafimizda bizda Afrikans universitetimiz mavjud. Shu uyimiz 3-etajda joylashgan 4 etajli bino. Xonalar sanuzlarimiz hammasi alohida birgalikda uyga ko'ramiz. Sababi qarang. Podyezddan kirish eshigimiz bizda kattagina prixochka uzunimiz bor. Hop, keling, chat tarafdan boshlaydigan bo'lsa, bu yog'imizda bizda sanajol birinchisi hammom bo'ladi va yonidan to'g'riga kiradigan bo'lsa, bizda bu birinchi spalnimiz bo'ladi. Bu spalnini o'zini ham balkonchasi bor. Keyinchalik remont qilganingizda bu yoq tarafni ochib turib, balkonni ham ichiga qo'shsangiz, spalni yana ham kattalashsa bo'ladi. Hop, keling, chap tarafga kiramiz. Chap tarafimizda bizda hojatxonamiz Bonusda obshevka plastik qilingan va bu yog'imizda bizda oshxona, ovqat tayyorlaydigan zona, bu yoqda o'tirib ovqatlansa ham bo'ladi. Bu yoqning o'zidan kichkinagina balkonchasi bor. Ochib tashlab kattalashtirsangiz bo'ladi. Xo'p, asosiy xonamizda zalimiz bo'ladi. Bu planirovka Fransiyada zalimiz 5x6, shu zalning o'zi 30 kvadrat. Remontlari, devorlarimiz immonsi, xohlasangiz shu rangini o'zida yana ham освежить qilsangiz, bor yo'g'i 400-500 dollar расходi bilan chiroylikgina faizli shu uyimizni sizni kutyapti. Xo'p, aloqaga chiqarasiz, telefon raqamlari biznada. Sizlarga omad.